Birinchi bob. Hammasi sizning ixtiyoringizda. 1. Hayotingiz uchun o'zingiz javobgar bo'ling. Diqqat bilan o'qing do'stim. Bu dars o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirish uchun kitobdagi eng muhim darslardan biridir. Vaziyat biz xohlagandek bo'lmaganda, ko'pincha darhol Xudoni, koinotni yoki boshqa odamlarni ayblashni boshlaymiz. Afsuski, aynan men sizga buni aytishim kerak. Hayotingiz uchun faqat bir kishi javobgar va bu siz. Bu na sizning bossingiz, na turmush o'rtog'ingiz, na ota-onangiz, na do'stlaringiz va na mijozlaringiz, na iqtisodiyot, na ob-havo va hatto na prezident. Bu faqat siz. Bu qo'rqinchli va ayni paytda ozod qiluvchi. Hayotingizda sodir bo'layotgan barcha narsada boshqalarni ayblashni to'xtatgan kuningiz hamma narsa o'zgaradi. Hayotingizni o'zingiz boshqara boshlasangiz va uning uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmangizga olsangiz, munosabatlaringiz ancha yaxshilanadi. Zero, o'z hayoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish uni mustaqil boshqarish demakdir. Siz endi vaziyatlar qurboni emassiz. Endi o'z sharoitingizni yaratish huquqiga egasiz yoki hech bo'lmaganda hayot oldingizga qo'ygan vaziyatlarda qanday harakat qilishni o'zingiz hal qilasiz. Natijada hayotingizda nimalar sodir bo'layotgani emas, balki vaziyatga nisbatan sizning munosabatingiz muhim bo'lib qoladi. Bu pozitsiya sizning tanlovingizdir. Agar siz sodir bo'layotgan voqealarda boshqalarni ayblasangiz, hayotingizni yaxshilash uchun ularga o'z hokimiyatingizni berib qo'yasiz. Ularning xatti-harakatlariga bog'liq bo'lib qolasiz. Bundan, do'stim, hech qanday yaxshilik kutmang. Agar siz hamma narsa uchun o'zingiz javob berishga qaror qilsangiz, hayotingiz ustidan hukmronlik ham, undagi yoqmaydigan narsalarni o'zgartirish huquqi ham sizga tegishli bo'ladi. Siz o'z fikrlaringiz, xatti-harakatlaringiz va his-tuyg'ularingizni o'zingiz boshqarasiz. Nima deyish, televizorda nima ko'rish va qanday odamlar bilan vaqt o'tkazishni o'zingiz hal qilasiz. Agar natijalar sizga yoqmasa, boshlang'ich nuqtani, fikrlarni, his-tuyg'ularni, kutishlarni o'zgartiring. Xo'sh, do'stim, siz nimani afzal ko'rasiz?